gulli changini ko'rganmisizlar. Mana shu gulchang bo'ladi, asallaridan yig'iladi bu ham. Bu asal. Endi asalning narxi nega har xil bo'ladi desanglar, rangi ham o'zi har xil bo'ladi. Yig'otgan joyi, yig'otgan zonasi, tabiati, o'sha yig'otgan nimalaridan, gullaridan olinadigan kaloriyaga qarab baholanadi. O'shanga qarab o'zi miqdor ham o'zgaradi, asallarning yig'otgan miqdori. Masalan, bitta sezonda 15 kilo, 20 kilo yig'iladigan joydan qimmatroq nimaroq joylarida, qimmatroq chiqadigan joylarda o'zi kamroq ham chiqadi. Xo'p, bu tog' asali. Bu sedanagul, paxtagul, yantoq gulidan olingan asal. Bu xo'p, gulchang. Gulchangi mana shunaqa. Gulchangi o'zi tabiatda ko'rinishi bunaqa bo'lmaydi, lekin bu yoqda aniq qilishi, asalaridan olinishi, shunaqa asallarni oyoqlaridan to'kiladigan gulchang shu holatda yig'ib olinadi. Mana bunaqangi idishlarda olib, agar sifatiga ishonmasanglar, avval tatib ko'rib, keyin bemalol xarid qilishingiz mumkin. Avvalosi ishonchli, 100% unaqa alloy yo'q, boshqa yo'q. Masalan, u ma'noyi ham yo'q, o'zi shakar aralashtirib sotishdan. Mana bugundan xudo xolasa dastavkalarni boshladik, dastavkalarni chiqarishni. Zakazlarni aytaverasizlar, bemalol zakaz qilsanglar yetkazib beraveramiz xudo xolasa.